Assalomu alaykum qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun juda ham ajoyib xonadon topganmiz. Chilonzor C kvartal Mirzo Ulug'bek metrosi yaqin bo'lgan yangi qurilgan novostroyka 7 etajli novostroykamizning 5-qavatda joylashgan 2 xonali minimalizm va yevro remont birgalikda uyg'unlashgan ajoyib xonadonimizni qisqacha obzorini qilib beramiz. Hozirdan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda layklar bosib qo'yinglar. Avvalambor bunaqa klassik uyga sportivniy kiyimda srochno bo'lib qolgani uchun video olamiz. Xo'p, bu uyimizni kirish qismidagi hol zonasi, tez-tez gapirib o'tib ketamiz. Bu uyimizni kirish qismidagi hol zonasi ko'cha tomondan kelishdagi eshigimiz, kiyimlarni ilib qo'yish uchun, oyoq kiyimlarni taxlab, hammasini qo'yish uchun bitta garderobimiz. Hammasi juda ham sifatli mebel texnikalar qo'yilgan. Men o'zim ham uyni ko'rdim, juda ham did bilan ishlangan uy. Kichkinagina tosh oyna tashab o'tib ketilgan. Xo'p, bu tomonimizda xonadonimizning kirish qismidagi zal qismi. Bemalol bu yerda o'tirib, televizorlarni ko'rib, maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu tomonimizda spalni bor, uni oxirrog'ida aytib o'tib ketamiz spalnini. Hozir sizlarga bu tomonimizni hid o'tkazmaydigan oyna, sababi bu tomonimizda oshxona bor. Hid o'tkazmaydigan oyna asosida qilingan. Bu tomonimizdagi oshxonamizni ham ko'rishinglar mumkin. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli, skromno did bilan qilingan. Xo'p, uyimizning oshxona qismini ko'rishinglar mumkin. Juda ham klassika qilingan, juda ham skromno did bilan qilingan. Maza qilib bu yerda kelganda ham o'zi mazali taomlarni jiyanlamaslikka qilib beradigan joyi. Xolodenlikni ko'rishinglar mumkin. Mana bo'yim 1.80, xolodenlik mendan baland. Juda ham konkretniy. Men bu aytib o'tganimdek hid o'tkazmaydigan oyna, sifatlilari, zo'rlari qilingan. Ko'rishinglar mumkin. Mana xohlagan tomoningizga, nastroyeniyalarga qarab ochib olaverasizlar. Xo'p, bu tomonimizda siz bu yoqqa o'tib olavering, bemalol. Bu uyni ko'rishadi odamlar oxirigacha. Bu tomonimizda sanuzel qismi. Sanuzel qismini ham ko'rsanglar boshqacha did bilan qilingan. Boshqacha did bilan. Sanuzel qismimizni ham o'zingizlar ko'rib, baho berib, layklarni bosib qo'yaveringlar. Xo'p, boya sizlarga aytganimdek, bu tomonda bitta uyimiz qolib ketdi, bitta xonamiz qolib ketdi dedim. Shu xonamizni sizlarga ko'rsataman. Bu xonamiz spalni, kattalar yotoqxonasi. 2 xonali ko'rishinglar mumkin. Xo'p, men bu svetlarga ham e'tibor bersanglar, yonadi hammasi. Prosta buni srochni bo'lgani uchun o'zimizga hali ko'p svetlarni yoqmadi. Mana svetlarni ko'rishinglar mumkin. Endi men sizlarga mana bu shkafni ham aytib o'tib ketay. Shkafimiz ham zo'ri qo'yilgan. Xo'p, mana bu tomonimizda balkonimizda, balkonimizni ko'rishinglar mumkin. Balkon qismimizni ko'rdinglar mana. Xo'p, uyimizni to'liq manziliga keladigan bo'lsak, Chilonzor C kvartal Mirzo Ulug'bek metrosi yaqin bo'lgan 7 qavatli novostroyka domning 5-qavatidan 2 xonali uy topganmiz, aziz do'stlar. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, egalari tomonidan $112,000 baholanmoqda. Albatta o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Srochni mana shu chiqqan raqamlarga murojaat qilsanglar, sizlarga uyimizning to'liq ma'lumotini qilib beramiz. Agar yanada to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, opsiyada qoldirganmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, topganmiz kanaldan uzoqlashmang.